Neft uchun to'kilayotgan qon. Keyingi o'lja kim? Assalomu alaykum, aziz kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz like bosishni va dunyodagi yangiliklardan eng birinchi xabardor bo'lishni istasangiz obuna bo'lishni unutmang. Tramp demokratiyaga tupurdi. Venesuela yoshlari davlatiga nisbatan bostirib kirishni raqsga tushib nishonlamoqda. Dunyoda tinchlik o'rnatishni da'vo qiluvchi tashkilot BMT talqon yeyapti. O'z qudratiga ishongan Amerika prezidenti navbatdagi nishonlarni ochiq-oydin aytmoqda. Bu voqealarning barchasi sizni Venesuela nomini har kuni bir necha marotaba eshitishga majbur qilmoqda. Fikrlar jangida tomonlar ikkiga bo'lingan. Qay tomon haq? Dunyo tarixidagi eng tez taslim qilingan prezident 2025-yilning so'ngida tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga nomzodlar qatorida bo'lgan Tramp 2026-yilning 3-kunidayoq kichik urushni boshlab berdi. 3-yanvar kuni Venesuela poytaxti Karakas shahrida kamida 7 ta portlash sodir bo'ldi. Ushbu operatsiya oqibatida tinch aholi va harbiylarni qo'shganda kamida 40 kishi halok bo'lgani haqida The New York Times xabar berdi. 3 soatdan biroz ko'proq vaqt davom etgan hujum yakunida Venesuela prezidenti Nicolas Maduro rafiqasi bilan birga qo'lga olinib, mamlakatdan olib chiqib ketildi. AQSh er-xotinga narkoterrorizm bo'yicha ayblovlar qo'ydi. AQSh o'z hujumini aslida himoyalanish deb izohlamoqda. AQSh o'z harakatini oqlash uchun BMT nizomining 51-moddasiga yopishib olgan va go'yoki barchasini qonuniy darajada amalga oshirganini iddao qilmoqda. Lekin xalqaro qonunlarga ko'ra, o'zini himoya qilish deb baholanishi uchun bir davlat boshqasi tomonidan qilingan qurolli hujum yoki muqarrar tahdidga qarshi chora ko'rish kerak bo'ladi. Biroq Tramp o'zi da'vo qilayotgan 51-moddaga mos tushmaydigan narko ayblav sabab Venesuelaga hujum uchun buyruq berganini aytdi. Aslida bu harbiy yurishning maqsadi Venesuelaning strategik resurslarini, xususan uning neft va minerallarini tortib olish hamda egalik qilish ekanligi siyosatchilar tomonidan aytilmoqda. Ammo Amerika Qo'shma Shtatlari Venesuela bilan qurolli to'qnashuvga borishni istamasligi va ayni damda mamlakatlar jangovar holatda ham emasligi aytildi. Amerika Venesuela bilan urush qilmoqchi emas. Biz yomon odamlarga qarshi kurashdik xolos degan Oq uy rahbari. Xalqaro reaksiya. AQShning hujumi dunyo bo'ylab muhokama qilinar ekan, 4-yanvar kuni Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin va Irlandiya bosh vaziri bilan uchrashuv chog'ida mavzu yuzasidan so'z ochdi. Bugungi dunyo o'zgarishlar va beqarorlikka to'la. Bir tomonlama qo'rqitish esa xalqaro tartibga jiddiy zarar yetkazdi. Barcha davlatlar boshqa mamlakatlar xalqlari tomonidan mustaqil tanlangan rivojlanish yo'lini hurmat qilishi, xalqaro huquq hamda BMT nizomining maqsad va tamoyillariga rioya qilishi lozim. Yirik davlatlar bu borada o'rnak bo'lishi kerak dedi Si Szinpin. New York meri Zohran Mamdani ham AQSh tomonidan Venesuela yetakchisi Nicolas Maduroning qo'lga olinishi bo'yicha o'tkazilgan operatsiyani urush harakati va xalqaro hamda federal qonunlarning buzilishi sifatida baholadi. AQShning Venesuelaga nisbatan qilgan harakatlari bevosita bostirib kirish bo'ladimi yoki ichki jarayonlarni tashqi bosim bilan boshqarishga intilishmi, narkomafiyaga qarshi kurashish deb oqlanadimi, farqi yo'q. Jarayon bitta haqiqatni yana bir bor eslatdi. Zamonaviy dunyoda urush faqat tank, qurol yoki portlashlar bilan boshlanmaydi. Ba'zan u sanksiya ko'rinishida, ayrim hollarda axborot jangi sabab, ko'pincha esa ichkaridan sotib olingan odamlar orqali boshlanadi. AQSh BMT Xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosidan biri. Bu esa shuni anglatadiki, u nafaqat katta kuchga ega, balki noqonuniy ishlatilgan kuchni qonuniy harakat sifatida ko'rsatish imkoniyati ham bor. Xuddi shu sababli dunyoning ko'p joylarida AQSh ishtirokidagi aralashuvlar demokratiya, xalq irodasi, ozodlik degan niqob ostida oqlanadi. Arab bahori, xalq irodasi yoki geosiyosiy loyiha. 2001-yilgi Arab bahori ham dastlab xalq erkinligi va adolat talabi sifatida boshlangan edi. Ammo tashqi aralashuvlar kuchaygan sari jarayon boshqaruvdan chiqdi. Suriya, Livan, Yaman kabi davlatlar uzoq yillik beqarorlik va insoniy fojialar girdobiga tushib qoldi. Ayrim mamlakatlarda eski tuzum qulab, uning o'rnida yanada qattiqroq yoki beqarorroq tizimlar vujudga keldi. Venesuela holati AQSh tashqi siyosatida yangi hodisa emas. Iroq, Liviya, Afg'oniston va Suriya misollari bu jarayonning qanday yakun topishini ko'rsatib bergan.
2003-yilda Iroqqa qarshi urush ommaviy qirg'in qurollari bahonasi bilan boshlangan edi. Natijada davlat tuzilmasi parchalandi, millionlab insonlar hayotidan ayrildi. Ammo da'vo qilingan qurollar topilmadi. 2011-yilda Liviyada xalqni himoya qilish shiorasida amalga oshirilgan aralashuv esa davlat tizimini butunlay yo'qotdi. Himoya qilinishi aytilgan xalq faqat qiynaldi. Afg'onistonda 20 yil davom etgan urush oxir-oqibati boshlang'ich nuqtaga qaytdi. Tolibon yana boshqaruvni qo'liga oldi. Ammo ortda qolgan yillar davomida qanchadan-qancha insonlar, tabiiy resurslar, dunyo darajasidagi mavqe yo'qotildi. Sobiq AQSh davlat kotibi Henry Kissingerning Amerika bilan dushman bo'lish xavfli, do'st bo'lish esa ba'zan halokatli degan gapi aynan shu tarixiy tajribalardan kelib chiqqan. Venesuela holatida ham shuni ko'rdik. Bir davlatga qurolli hujum bo'ldi. 3 soatdan ko'proq vaqt ichida mamlakat prezidenti olib ketildi va eng dahshatlisi, xalqning bir qismi buni olqishlab bayram qildi. Bu sahna tashqaridan qaraganda zolim rahbardan qutulishga o'xshashi mumkin. Ayniqsa, prezident Nikolas Maduro diktatorlikda, uning boshqaruvi esa avtoritar tizim sifatida baholangandi. Ammo siyosiy tahlil nuqtai nazaridan bu davlat immunitetining yemirilgani degani. Chunki agar bir xalq tashqi kuch aralashuvini xursandchilik bilan qarshi olsa, o'z davlat rahbarining olib ketilishini yengillik deb qabul qilsa, bizga nima bo'lsa ham faqat hozirgi hokimiyat ketsin deguvchi darajaga tushib qolsa, demak, u jamiyat ichkaridan sindirilgan bo'ladi. Xalq nimadan norozi? Venesuelada iqtisodiy inqiroz avjida, pul qadrsizlanishi eng yuqori darajada. Maoshlar deyarli hech narsaga yetmaydi. Venesuela aholisining 82% dunyo bo'yicha tan olingan qashshoqlik chegarasidan past darajada yashash aytiladi. Ularning 53% esa o'ta qashshoqlik holatida bo'lib, hatto eng zarur oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olishga imkoni yo'q. Hukumat iqtisodiy urush bonusi sifatida aholiga oyiga $120 atrofida subsidiya berib kelayotgan bo'lsa-da, bu mablag' kundalik ehtiyojlarni qoplay olmaydi. Ishchi aholining 70% dan ortig'i oyiga $50 dan kam daromad topish haqida ma'lumotlar sizdirilgan. Iqtisodiy notenglik kuchaygan bo'lib, aholining faqat kichik bir qismi taxminan 6% oyiga $1000 dan ko'proq daromad topa oladi. Hozirda 5,4 milliondan ortiq venesuelalik shoshilinch gumanitar yordamga muhtoj deb topilgan. Bir qarashda raqamlar juda achinarli ahvolni ko'z oldingizga keltiradi. Ammo bir jihatni ham aytish kerak. Yuqorida keltirilgan statistika davlatning rasmiy manbalarida keltirilmagan. Media to'liq nazoratda bo'lgani sababli bu kabi ma'lumotlar ochiqlanmaydi. Biz sizga taqdim etgan ma'lumotlar esa mahalliy so'rovnomalar va xalqaro izlanishlar natijasida ijtimoiy mediaga chiqarilgan. Ammo bir narsa aniq, Venesuelada iqtisodiy inqiroz haqiqatan juda chuqur va oddiy insonlar uchun yashash sharoitlari o'ta og'ir. Ahvol bu darajada yomonlashgani neftga qaramlik va noto'g'ri boshqaruv bilan izohlash mumkin. Venesuela dunyodagi eng katta neft zaxiralaridan biriga ega. Lekin korrupsiya va noto'g'ri siyosat sabab neftdan tushadigan daromad xalq hayotiga foyda bermayapti. Daromadlar qayerga ketayotganini taxmin qilgan bo'lsangiz kerak. Bugungi davrda inson ehtiyoji uchun juda muhim bo'lgan elektr, suv va gaz borasida ham jiddiy muammolar bor. Doimiy elektr uzilishlari kuzatiladi. Toza ichimlik suvi tanqis, gaz hamda yoqilg'i yetishmaydi. Sog'liqni saqlash va ta'lim tizimi inqirozda. Kasalxonalarda dori yo'q. Shifokorlar mamlakatni tark etmoqda. Maktab va universitetlar yetarli darajada ishlamaydi. Bu muammolarni ko'tarish kerak bo'lgan mustaqil OAV cheklangan. Namoyishlar kuch bilan bostirilgan. Faollar va jurnalistlar ta'qib qilingan holatlar bor. Buning oqibatida ommaviy migratsiya boshlandi. 7 milliondan ortiq venesuelaliklar boshqa davlatlarga ketishga majbur bo'lgan. Tabiiyki, bu xalqning kelajakka umidi pasayganining belgisi. Umuman olganda Venesuela xalqi bugungi kunda kundalik omon qolish uchun kurashmoqda. 13 yillik boshqaruvning qulashi. Venesuela prezidenti Nikolas Maduro deyarli 13 yil davomida mamlakatni boshqarib keldi. Dastlab 2013-yilning 19-aprelida saylovda g'olib bo'lib, lavozimini egallagan Maduro 2018-yilda yana nomzodini prezidentlikka qo'ydi va g'alaba qozondi. 3-martda esa 2024-yil saylovda raqiblaridan sezilarli darajada o'zib ketib saylandi. Aynan shu davrda aholining e'tirozi anchayin oshdi. Ular saylov natijalari soxtalashtirilgani haqida gapira boshlashdi. Yakun qanday bo'lganini esa bilasiz. Bugun Venesuela xalqining noroziligi ikki xil yo'nalishda namoyon bo'lmoqda. Maduro tarafdorlar AQShning harbiy aralashuvini, suverenitetni buzish va prezidentni o'g'irlash deb hisoblab, Maduroning ozod etilishini talab qilib namoyishlarga chiqishmoqda. Muxolifat va hukumatdan charchaganlar aholining katta qismi esa uzoq yillar davom etgan oziq-ovqat va dori-darmon tanqisiga, doimiy elektr uzilishlari va siyosiy repressiyalardan norozi.
xalqaro norozilik qismi ham bor. Ko'pchilik neft uchun qon to'kilmasin shiori ostida AQShning Venesuela tabiiy boyliklarini nazorat qilishga urinayotganidan xavotir bildirmoqda. Hozirda mamlakat keragidan ortiq ishirilgan shar holatida bo'lib, turli qurolli guruhlar va harbiylar o'rtasida to'qnashuvlar xavfi yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Tanganing ikkinchi tomoni. Eng xavfli dushman hech qachon birinchi bo'lib chegaradan o'tib kelmaydi. U avval fikrlarga, keyin elitalarga, oxiri esa ko'chalarga chiquvchi xalq ongiga kirib boradi. Afsuski, Venesueladagi manzarani ko'rib uni olqishlaganlar faqat u yerdagilar emas, ko'plab boshqa jamiyatlarda to'g'ri bo'ldi, xalq qutuldi, AQSh tartib o'rnatdi degan fikrlar yangradi. Bu esa juda jiddiy signal. Chunki bugun Venesuela kecha Iroq, undan oldin Liviya, Afg'oniston, Suriya boshiga tushgan tashvish ertaga boshqa davlat eshigini taqillatishi mumkin. Hech bir mamlakat bizga bunday bo'lmaydi degan kafolatga ega emas. Ayniqsa, agar jamiyat ichida davlatga ishonch yemirilsa, muammolar faqat tashqi qutqaruvchi bilan hal bo'ladi degan xayol kuchaysa va eng yomoni sotqinlik oqlana boshlasa. Ayrimlar tomonidan olqishlanayotgan Tramp Venesuela xalqiga yoqadigan gaplarni aytmoqda. AQSh prezidenti venesuelaliklar endi boy bo'lishi, resurslardan unumli foydalanishi, jinoyatchilik kamayishini aytsa-da, uning o'zining qilmishi jinoyatdan boshqa narsa emas. Chunki o'z prezident hukumati va chegaralari bor davlatga qurolli hujum uyushtirish xalqaro qonunlarga zid. Garchi bu harakatga o'zini himoya qilish sababi sifatida ko'rsatilsa-da, ishtaha ovqat ustidan keladi. Tramp Maduroning kuni yana bir davlat yetakchisining boshiga tushishini aytdi. U Kolumbiya yetakchisi Gustavo Petroni giyohvand moddalar ishlab chiqarishda aybladi va uni ag'darish bo'yicha operatsiya o'tkazilishi mumkinligini istisno etmadi. Oq uy rahbarining so'zlariga ko'ra, AQShning vazifasi atrofida hayotga layoqatli va muvaffaqiyatli davlatlar yig'ish. Shu bilan birga, u yerlarda Amerika erkin neft qazib olishi lozim. Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro ham o'z davlatini himoya qilishi mumkin bo'lgan davlatlar ro'yxati. Shu bilan yakunlanadimi, yo'qmi, aniq nimadir deya olmaymiz, chunki Trampning so'nggi qarorlari va fikrlarini eski filmdagi mashhur ibora bilan ta'riflash mumkin. Ular nima qilsa ham shariatga mos kelaveradi. Shu bois Venesuela bugun xaritadagi bir davlat emas, oyna sifatida qarash kerak. Kuchli davlatlar tinchlik, ozodlik, xalq manfaatlari deb jar solsa-da, aslida ularning niyati nima ekanini jiddiy o'ylab ko'rish shart. Kecha yordamga uzatilgan qo'l bugun nazorat qilishi, ertaga esa ega chiqishi hech gap emas. Eng achinarlisi, bu jarayonda eng ko'p zarar ko'radiganlar har doim oddiy xalq bo'ladi.